1,6 sotu yer maydoniga idealniy planirovkada Chilonzor Do'mbroboddan uy ko'rsatamiz o'rtoqlar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ko'rib turgan uyinglar oppoqqina fasadga ega bo'lgan 1,6 sotu yer maydoniga ega. Hovlisida turibmiz, bizda o'sha uyimizni kirganinglarda bitta mashina uchun joy bor. Uning yonida yozgi oshxonasi, undan tashqari uyimizni tashqarisida ham ikkita mashina uchun joy bor bemalol o'rtoqlar. Uyimizni ichiga kirib, obzorimizni davom ettiramiz. Uyimizning ichiga ham kirib oldik. Kirganda o'ng qo'lda oshxona, uning yonida shkafimiz mavjud. Bu yoqda bo'lsa zalimiz mavjud o'rtoqlar. Ko'rib turganingizdek, zal uchun idealniy tonlarda rang tanlashgan. Bu yoqdan chiqqaningizda bo'lsa, birinchi qavatdagi yotoqxonamizga ko'zinglar tushishi mumkin. Birinchi qavatda yotoqxonadan chiqqanimizdan keyin chap qo'limizda yuvinish xonasiga ko'zinglar tushadi o'rtoqlar. Va to'g'rida albatta oshxonamiz mavjud o'z jihozlari bilan birgalikda. O'rtoqlar, hozir sizlarga podvalimizni qisqacha obzorini qo'yib berib o'tib ketaman va ikkinchi qavatda obzorini ko'ramiz. Ikkinchi qavatga ham chiqib oldik. Ikkinchi qavatda umumiy hisobda 3 ta xonamiz mavjud. Bu zal, xohlasanglar yotoqxona, xohlasanglar zal sifatida, mini zal sifatida ishlatishingiz mumkin. Bu bo'lsa ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona hisoblanadi. Bu xonamizning o'zini garderobniy va yuvinish xonasi mavjud o'rtoqlar. Ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonadan chiqqandan keyin yana bitta shunaqa yotoqxonamiz mavjud o'rtoqlar. Bu yoqni xohlasanglar detskiy, xohlasanglar spalniy sifatida ishlatishingiz mumkin. Bu bo'lsa bizning ikkinchi qavatdagi umumiy yuvinish xonamiz bo'ladi. Uy to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni pastda yozilgan raqamlardan va Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin.